Ayol qadri to'kilar ekan, u o'z sevgan insonidan, qadrlagan insonidan kechishni, sovushni boshlar. Hatto nafratlanib. Afsus, sizni sevuvchi, qadrlovchi, siz uchun kuyib pishadigan ayolni yo'qotdingiz. Bundan keyin sizga ortiqcha gapirmaydigan, asabingizga tegmaydigan bu ayol faqat majburiyat yuzasidan siz bilan birga. Aytingchi, siz his-tuyg'usiz, xuddi jonsiz kesakdek yashaydigan bu ayoldan qanday energiya olishingiz mumkin? Afsus, siz oilani quvonchini yo'qolishiga sababchi bo'ldingiz. Ayol qadri to'kilar ekan, u o'z sevgan insonidan, qadrlagan insonidan kechishni, sovushni boshlar. Hatto nafratlanib. Afsus, sizni sevuvchi, qadrlovchi, siz uchun kuyib pishadigan ayolni yo'qotdingiz. Bundan keyin sizga ortiqcha gapirmaydigan, asabingizga tegmaydigan bu ayol faqat majburiyat yuzasidan siz bilan birga. Aytingchi, siz his-tuyg'usiz, xuddi jonsiz kesakdek yashaydigan bu ayoldan qanday energiya olishingiz mumkin? Afsus, siz oilani quvonchini yo'qolishiga sababchi bo'ldingiz.